Xo'p, Nima qilyapsiz? hisoblayapman. Nimani? Bilasizmi, bu maktabga kirish uchun 16532 nafar o'quvchi harakat qilgan. Lekin shularning orasidan 60 nafari, ya'ni eng bilimlilari saralab olingan ekan. Ha, demak biz bugun oddiygina o'quvchilar bilan emas, balki bo'lajak olimlar bilan suhbat qilar ekanmiz-da. Xuddi shunday, bu yerda o'quvchilarning bo'sh vaqti bekorga ketmaydi. Har bir daqiqa ilmga xizmat qiladi, Ruxshona. Assalomu alaykum. Siz bilan Oltin avlod ko'rsatuv va bugun biz Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab-internatida mehmonmiz. Bu maskanda o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki internat sharoitida mustaqil yashash, vaqtni to'g'ri taqsimlash va mas'uliyatni his qilishni o'rganishadi. Maktabga qabul jarayoni murakkab tanlov asosida amalga oshiriladi. Bu yerga faqat intiluvchan, bilimli va iqtidorli yoshlar saralab olinadi. Bu yerda o'quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yotoqxona, oshxona, zamonaviy xonalar hamda laboratoriya to'liq tashkil etilgan. Bugun biz ushbu jarayon bilan yaqindan tanishamiz, o'quvchilar bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Javohir aka, maktabni asl maqsadi nimalardan iborat, vazifalari qanday, shular haqida gapirib o'tsangiz. Bilasizmi, so'nggi yillarda ta'lim sohasidagi islohotlarning ko'lami shu darajada kengki, muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida aynan bu islohotlarda mantiqiy ketma-ketlik bor deb o'ylayman. Bu o'z navbatida muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan prezident maktablari, undan keyin ixtisoslashgan maktablar, ijod maktablari va uning mantiqiy davomi sifatida xalqaro maktab internatining tashkil etilishi, aynan bizning maktab internatini tashkil etishda bu demak bosqichma-bosqich strategiyaning natijasi deya olamiz. Bizning maktabimiz 2025-yil may oyida tashkil etildi va maktab oldiga bir qator muhim vazifalarni qo'ydilar. Aynan bugungi kunda mamlakatimizda 10.500 dan ortiq maktablar bo'ladigan bo'lsa, maktablarda ta'lim tizimi aynan O'zbekistondagi standartlarga mos ta'lim tizimi asosida dars beriladi. Aynan bizni maktabimiz oldiga xalqaro ta'lim tizimi, ya'ni IB xalqaro DP ta'lim dasturi asosida dars berish vazifasi qo'yildi. Va eng muhim vazifalardan biri yana biz o'quvchilarimizni boshqa maktablar bilan solishtirganda dunyoning eng nufuzli top 10 talik universitetlariga, Harvard deymiz, MIT deymiz, Stanford deymiz, Oxford deymiz, shu kabi eng nufuzli universitetlarga ta'lim olishga yo'naltirilgan maktab. Va o'z navbatida boshqa maktablardan farqli jihatlardan biri bizning maktabimizda davlat maktablarida birinchilardan bo'lib xalqaro diplom, IB diplom beradigan programma, diplom programmasi asosida joriy qilishni maqsad qilib qo'ydilar. Va muhtaram prezidentimiz shu vazifani aynan O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda davlat IB maktablari yo'q va birinchi flag maktab sifatida bizni tashkil etilishi bizni oldimizga bir qator muhim vazifalarni qo'yildi deya biz qabul qildik va biz aynan shu IB dasturi asosida dars berish huquqini beradigan va IB diplom berish huquqiga ega bo'lish uchun biz IB ning, ya'ni o'sha 1967-yilda tashkil etilgan IB ning 58 yillik tarixini rekordini yangiladik. Ya'ni 4 oyda verifikatsiyadan o'tgan dunyodagi birinchi maktabga aylandik. Bugungi kunda dunyoda 170 ga yaqin mamlakatlarning 5800 dan ortiq IB maktablari bor. Va bu maktablardan biz aynan eng vaqtli o'sha akkreditatsiyadan o'tgan maktab bu bevosita 1 yil 7 oy bo'lgan. Biz esa bu vazifani aynan yaratib berilgan sharoit nuqtai nazaridan, imkoniyat nuqtai nazaridan 4 oyda shu natijaga erishdik. Albatta buni zamirida bilasizmi, har qanday faoliyatning zamirida avvalambor yaratib berilgan sharoit, imkoniyat va mehnat. Va bizga shuncha sharoit yaratib berildi. Biz joriy yil
16532 nafar yoshlar orasidan, nomzodlar orasidan maktabimizga eng iqtidorli 60 nafar yoshlarni saralab oldik. Va shunaqa imkoniyat bo'ldiki, dunyoning top 100 talik universitetlarida ta'lim olgan, el yurtimizda stipendiyalari orqali ta'lim olgan yoshlarni Buyuk Britaniyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan nufuzli professorlarni aynan jamoamizga taklif olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Well, my name is Erica Ramos, and I am an English and research teacher. Mening ismim Erika Ramos. Men Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatida ingliz tili va tadqiqot fanlari o'qituvchisiman. Pedagoglik faoliyatida 12 yildan ortiq vaqt davomida ishlab kelyapman. Men Saudiya Arabistoni, Chili, Uganda, shuningdek Irlandiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida dars berganman. Bir narsani alohida ta'kidlab o'tish zarur. Bu maktabdagi o'quvchilar juda kuchli, ularni eng saralari desak ham bo'ladi. Ular o'z ustida doimiy rivojlanishga intilishadi. Ko'plab amaliy va interaktiv tadqiqotlar olib borishadi hamda bir-biri bilan faol muloqot qilib, bahs-munozaralar uyushtirishadi. Ular nafaqat darsdagi mavzuga e'tibor qaratishadi, balki o'rganayotgan bilimlarining real hayotda qanday qo'llanilishini ko'rish uchun keng qamrovli tadqiqotlar qilishadi. Ularni o'qitish juda maroqli, chunki ular intiluvchan, mehribon va bilim olishga chin tildan qiziquvchan o'quvchilar. Aytib o'tganimdek, men ko'plab joylarda dars berganman, ammo bu o'quvchilar mening eng sevimlilarim. Ular juda bilimli va shak shubhasiz O'zbekistonning kelajagidir. Ruxshona, qarang, ixtisoslashtirilgan maktab haqida 3 ta fakt yig'ib keldim. Xo'p, ayting-chi. Aytaveraymi? Qarang, IB dasturi bo'yicha 3 yillik ta'lim hamda IB diplomiga ega bo'lish. Undan tashqari o'quvchilar dunyoning top 10 talik universitetlariga imtiyozli qabul qilinar ekan. Aynan o'sha universitetlarda ta'limini 2-kursdan davom ettirish huquqiga ega bo'ladi. Bundan tashqari hech qanaqa tanlovlarsiz el yurt umidi jamg'armasi stipendiyati bo'ladi. Eng muhimi esa top universitetlarning yozgi oromgohlarida bemalol ishtirok etish huquqiga ham ega bo'lishadi. Juda ham ajoyib faktlar ekan. Hozir qolgan faktlarni o'quvchilardan eshitdik, nima deysiz? Zo'r bo'lardi. Ketdik. Yuring. Demak, oshib ketganda keyin ekologiyaga kelish uchun saplay yuqoriga chiqish kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Zo'r. Hozir tanaffus vaqti. Hamma chiqib ketgan. Sizlar nima muhokama qilyapsizlar? Biz COVID-19 davrida yuz niqoblari uchun nimaga ularning narxi oshib ketganligi, nimaga ularga juda katta talab bo'lganligi va buni natijasida ishlab chiqaruvchilar qanday yo'l tutganligi haqida gaplashayotgan edik. Tushunarli. Savolga qiziqib hozir sizlarni isminglarni so'ramoqman, tanishtirib o'tsanglar. Mening ismim Shohjahon. Asli Samarqand viloyatidanman. Hozirda Alberuni nomidagi xalqaro ixtisoslashtirilgan maktab internatida o'qimoqdaman. Iqtisod yo'nalishi bo'yicha tahsil olasiz. Bugungi o'tilgan darslarning orasida eng esda qolgan iqtisodiy masala qaysi bo'ldi? O'sha hozir gaplashib o'tirgan mavzuyimiz bizga juda qiziq tuyuldi. Shuning uchun do'stim ikkalamiz birgalikda shu mavzu haqida gaplashayotgan edik. Nima uchun aynan iqtisodni tanladingiz? Yaqinda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, shu O'zbekistondagi kambag'allik darajasini tushirish uchun biz yoshlar iloji boricha yaxshiroq harakat qilishimiz kerak. Men o'zi yoshligimdan niyat qilganman, o'sha vatanim uchun qo'limdan kelgancha o'z hissamni qo'shaman va o'z qiziqishlarim va qobiliyatlarimdan kelib chiqqan holda o'zimga iqtisodni soha sifatida tanladim. Endi iqtisod deganda ko'proq hisob-kitob, tahlil qilish nazarda tutiladi-da. Siz uchun o'zi iqtisod fani hisob-kitobmi yoki tahlil qilishmi ko'proq? Iqtisodda eng boshida talab va taklif degan narsa ko'riladi, lekin iqtisodning o'zi bundan ancha chuqurroq fan. Bunda o'sha mahsulotni sotib oladigan va uni sotadigan kishilarning behavior, ya'ni munosabati o'rganiladi asosan va biz hozirgi darslar davomida bu o'sha talab va taklif o'rtasidagi munosabatni chuqur o'rganmoqdamiz va yaqin kelajakda o'z bilimlarimizni bundan ham ko'proq mustahkamlaymiz.
nimalar ustida ishlayapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bozordagi narx va talabning bir-biriga bog'liqligi bo'yicha grafikni ustida ishlatganman. Oho, xo'sh, shunda siz bu yerda qaysi yo'nalishda o'qiysiz? O'zi ismingiz nima, tanishaylik? Mening ismim Abdumalik. Men Xalqaro Alberuniy maktabida tahsil olaman. Men siyosiy iqtisodiyot yo'nalishini tanlaganman va shu yo'nalishda o'qiyman. Xo'p, qaysi biri talab, qaysi biri taklif yoki boshqa narsa? Bu talab qilinayotgan buyumning soni va bu esa unga narxi. Narxi, price. Price. Va bu yerda ta'minlab berish chizig'i ham bor. Supply chain deyiladi. Supply chizig'i bilan talab chizig'i bir-biri bilan kesishganda bu equilibrium, ya'ni hammasi teng holatni olib keladi. Eng optimal holat deyiladi bu bozorda. O'zi sizni kelajakdagi orzularingiz, maqsadlaringiz qanday? Meni kelajakdagi orzularimdan biri bu nufuzli universitetlarda o'qib kelib, ularning tajribalarini o'rganib, O'zbekistonga kelib qo'llash va kashfiyotlar qilish. Muhtaram prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan bu maktab bizga ko'p narsada yordam beryapti. Bu maktabda biz bemalol sinfdoshlarimiz bilan har xil kashfiyotlar qilyapmiz, kichik kashfiyotlar, eksperimentlar qilyapmiz va klublar ochyapmiz. Iqtisod bilan xalqaro siyosat ko'pchilik O'zbekiston umumta'lim maktablarida o'tilmaydi. Lekin meni qiziqishim ota-onamdan kelib chiqqan, ya'ni onam biznesmen va otam iqtisodchi bo'lganlari uchun men bu sohaga qiziqqanman va bu Alberuniy maktabiga kirgandan so'ng bizning o'qituvchimiz bizga tushuntira boshlagandan keyin men xalqaro muammolarni yechishga va tanqidiy fikrlashga juda ham qiziqib qoldim. Undan oldin matematikaga ham qiziqaman, shuning uchun shu kasbni tanladim. Abdumalik, aynan qaysi universitetga kirishni reja qilyapsiz? Men reja qilgan universitetlar 3 tasini aytib o'taman. Stanford, MIT va Oxford. Bular hozirda shu xalqaro iqtisodiyot bo'yicha nufuzli natijalarga erishib kelgan. Shunda siz ushbu xalqaro universitetlarda 2-kursdan o'qishni davom ettirasizmi? Albatta, men IB diplomini olishga maqsad qilganman va IB diplomini olgandan so'ng men xalqaro nufuzli universitetlarda 2-kursidan birdaniga o'qishda davom ettiraman. Sizda shunda IB diplomini olish uchun ham ballar to'plami bo'lishi kerakmi? Shu haqida ham aytib o'ting. Albatta, IB diplomini olish uchun har bir fandan bir xil natijalarga erishishingiz kerak. Undan tashqari uning 3 ta asosiy ustuni bor. Bu CAS, ya'ni sizda qanchalik ijodkorligingiz haqida, Extended Essay, bu kengaytirilgan insho bo'lib, u yerda siz tadqiqot ishlaringizni yozasiz va TOK, Theory of Knowledge. Bu bilimingizni qanday qilib dunyoda ishlatila olayotganingiz haqida. Ya'ni dunyoda foyda keltirish haqida. To'g'rimi? Umijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatlar a'lo. O'zingizni tanishtirib o'tasiz. Namangan viloyatidanman. Xo'p, El-yurt umidi jamg'armasi orqali xorijda nufuzli Arizona universitetida ta'lim olib, hozirda Alberuniy nomidagi xalqaro maktab internatida matematika o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'quvchilarni aynan matematika yo'nalishiga qiziqtirish maqsadida qanaqa metodlardan, qanaqa usullardan foydalanasiz? Bu borada masalan biz maktabimiz IB ta'lim dasturi orqali ta'lim beradi. IB ta'lim dasturini berishdan oldin o'qituvchilar har bittasi treningni o'tishga majburiy. Bu treningda fanga yondashuvning asosiy 5 ta usuli tushuntiriladi. Ya'ni o'quvchini qanchalik qobiliyatlarini ochib berish va fanga qanchalik darajada qiziqtirish usullari. IB hop nomidan tasdiqlangan shu 5 ta usul, masalan modeling, masalan zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi orqali o'quvchini fanga qiziqtirish yo'llari bilan chuqur tanishtirganmiz va shu yo'llar orqali darsda bularni qo'llash orqali o'quvchini fanga qiziqtiramiz. IB matematikasida statistik tahlilning ahamiyati juda yuqori. Statistik tahlil bu matematikani haqiqiy hayotga bog'lashga o'zining ancha yordamini beradi. Statistik tahlil qilish uchun esa albatta bizga qanaqadir texnologiyalar ishlatishni o'quvchilarga tushuntirishimiz va o'quvchilar bu texnologiyalarni o'zlari ishlatishni bilishlari kerak. Bu yo'sinda statistik tahlil uchun IB tomonidan tasdiqlangan R programming language, ya'ni R dasturlashtiriladi. Bundan tashqari masalalarni yechishda turli xil onlayn software deymiz, ya'ni graflarni tuzib beradigan onlayn platformalar. Bu orqali murakkab formulalarni, graflarni tuzishni bilishlari va bundan tashqari IB tomonidan tasdiqlangan TI-84, ya'ni ishlatish juda ham murakkab hisoblangan kalkulyator orqali
hamma funksiyasini ishlashini bilishlari kerak. Bu orqali IB bo'yicha maksimal hisoblangan 7 ballga hop yetish uchun o'zlariga yo'l ochadi. Tushunarli. Hozir mana aytib o'tdingiz-ku, yuqorida masalalar, qiyin masalalar bo'ladi. Baribir o'quvchilar orasida injiqlari bo'ladi yoki o'sha masalalarni yechishda charchab qolgan holatlar bo'ladi, qiynalayotgan vaziyatlar bo'ladi. Ularga qanaqangi motivatsiyalar berasiz? Qanaqangi ruhlantirasiz ularni? Bunga ham IB da javob mavjud. IB filosofiyasi bo'yicha differentiation degan narsa bor. Bu nima? Har bitta o'quvchiga individual yondashish. Har bitta o'quvchining kuchli taraflari va kuchsiz taraflarini inobatga olgan holda har bitta o'quvchi uchun alohida ta'lim dasturi ishlab chiqish. Shu orqali barcha muammolarga javob topamiz. Bartaraf etiladi. Tushunarli. Boya yuqorida chet elda o'qib kelganingiz haqida gapirib o'tdingiz, batafsil aytib o'tsangiz, o'sha qayerda tahsil olgansiz va unga qadar qancha o'zingiz xalqaro olimpiadalarda qatnashgansiz, shular haqida ham. Xo'p, men 11-sinfgacha maktabni bitirgunimcha Namangan viloyatida joylashgan 13-sonli matematika va fizika fanlariga ixtisoslashgan maktab internatda ta'lim olganman. Bu yerni bitirishimdan oldin universitetga kirish uchun sizni profilingizda qanchadir yutuqlaringiz bo'lishi kerak. Milliy olimpiadalar, xalqaro olimpiadalar, turli xil olimpiadalarda qatnashib, profilni boyitgan holda Arizona universitetiga kirishga muvaffaq bo'ldim. El-yurt milliy jamg'armasi tanlovlarida qatnashib g'olib bo'lib, shu orqali Arizona universitetida o'qishga muvaffaq bo'ldim. U yerda statistika va data science yo'nalishida ta'lim oldim. U yerda matematika fanidan o'tkazilgan, universitet bo'yicha o'tkazilgan olimpiadada birinchi o'rin, bundan tashqari yapon tilida Arizona shtati bo'yicha o'tkazilgan olimpiadada ham birinchi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldim. Va shundan so'ng qaytib kelib, hozirda Alberuni maktabida o'qituvchi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Ruxshona, e'tibor bersangiz, bu yerda o'quvchilar tanaffusga chiqqan payt bemalol fikr almashishsa bo'lar ekan, o'tirib, gaplashib. Yoki bo'lmasa noutbuklarini olib, bemalol o'zlari hech kimga xalaqit bermagan holda darslarni ham bemalol tayyorlashsa, menimcha mazza bu yer. Shunday. Keling, ana yerda o'tirgan o'quvchilar bilan suhbat olib boramiz. Ketdik. O'zi ayni damda nima bilan shug'ullanayotganingiz? Xo'p, hozirda maktabimizda men o'zim jamiyat bo'yicha tadqiqot ishlarini olib boryapman. Hozir jamiyatdagi muammolarni o'zim tadqiqot ishlarini qilyapman. Qanday muammolar? Ozgina tushuntirish berib keting. Xo'p, hozir men o'zim Qoraqalpog'iston Respublikasining chekka hududlaridan bo'lgan Qo'ng'irot tumanidaman va Qoraqalpog'istonda ekologik muammolar ko'p. Va hozirda men biologiya va iqtisodiyot fanidan u haqida lack of water, ya'ni suvning tanqisligi haqida men hozir tadqiqot ishlarini olib boryapman. Tadqiqotlaringiz bu maktabga kelishingizdan keyin boshlandimi? Xo'p, men oldin ham o'zim shunaqa sharoitda yashaganman, ya'ni ko'rganman, suv tanqisligini ko'rganman va tabiatdagi qanaqadir muammolarni o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Lekin bu maktab menga sharoitlarni berdi. Ya'ni hozir bizning maktabda supervizorlarimiz, ustozlarimiz bor. Tadqiqot bo'yicha menga yo'llanma beradigan. Va oldindan menda shunaqa ideya bo'lgan, lekin bu maktabga kelib bu ideyani amalga oshirish, ya'ni amalda qo'llashga ustozlardan yordam beraman. 8-sinfni bitirganingizdan keyin bu yerga 9-sinf bo'lib qabul qilindingiz. Va aynan mana shu maktabni, Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatini nima afzallik jihatlari bor? Bu maktabda ta'lim tizimi boshqacha. Ya'ni hozir maktabimiz xalqaro IB tizimida dars o'tiladi va IB tizimining birinchi maqsadi desak ham bo'ladi. Bu dunyo fuqarosini umri davomida ta'lim oladigan darajaga olib borish. Va men uni oldin sotsial tarmoqlarda ko'rib borganman va Alberuni maktab haqida ham shu tariqada ko'rganman va kelganimdan keyin hozirda har xil klublarga qatnashyapman, har xil darslarni o'rganyapman. Ya'ni chet eldan kelgan ustozlar bilan ham tajriba almashyapmiz. Maktab haqida ijtimoiy tarmoqlardan ko'rdim deyapsiz. Xo'sh, maktabga kirish fikri o'zingizdan chiqdimi yoki oila a'zolaringiz tavsiya qildimi? To'g'risini aytsam, eng birinchi bo'lib meni dadam aytganlar, hali bu maktab rasmiy chiqishi ma'lum bo'lmasdan oldin aytganlar va Garvachlar maktabi deb nomlagan u paytda. Keyin ko'rganimdan birinchidan havas qilganman, shu maktabga qanaqa maktab bo'lar ekan deb qiziqganman o'zim. Keyin dadam aytganligi sababli keyin o'zim ham yana izlatlaganman bu maktab haqida, internetdan ko'rganman, ya'ni ta'lim tizimi qanaqa bo'ladi va keyin tushunganman bu maktab menga mos kelishini. Sababi men ertaga chet elga borib, ya'ni O'zbekistonga chet elda ta'lim olib, O'zbekistonga qaytib, jamiyatga nimadir foyda qilmoqchiman.
Hi, my name is Mr. Leon Damian. I'm from the UK in Manchester. Salom, mening ismim Leon Damian. Buyuk Britaniyaning Manchester shahridanman. Men IB o'qituvchisi va koordinatoriman. Qolaversa, Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatining akademik direktoriman. Men sobiq Sovet ittifoqi davlatlarida hamda Yevropa ittifoq mamlakatlarida taxminan 15 yildan beri dars berib kelaman. IB dasturi bo'yicha esa 10 yildan ortiq tajribaga egaman. Men o'quvchilarga tadqiqotga asoslangan ta'lim qanday ishlashini tushunishga ko'maklashdim. Bu yondashuv o'quvchilarni yodlashdan voz kechib, markazda o'quvchi bo'lgan ta'lim tizimiga o'tishga yordam beradi. O'quvchilar o'z ta'lim jarayonida faolroq va izlanuvchan bo'lib boradi. Ular ko'proq loyihalar bajaradi va fanlararo integratsiyalashgan ta'lim bilan shug'ullanadi. Bu esa o'quvchilarni dunyoning top 10 talik universitetlariga tayyorlaydi va ularni har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllantiradi. Hozirda bizda O'zbekistonning turli hududlaridan kelgan 60 nafar o'quvchi bor. O'quvchilarning aksariyati akademik jihatdan juda kuchli, ayniqsa matematika fanida. Hozir biz boshqa fanlarni ham matematika darajasiga olib chiqish ustida ishlayapmiz. O'quvchilar juda yetuk va ochiq fikrlidir. Ular IB dasturiga juda tez moslashib ketishdi. Men kelajakda bu o'quvchilar juda yaxshi natijalarni qayd etadi deb ishonaman. 2,5 yil ichida ular yetakchi universitetlarga o'qishga kirishga ishonchim komil. I'm convinced that these students will enter the top universities in 2.5 years' time. Kelgusida o'qishingizni qayerda davom ettirmoqchisiz? Xorijdami yoki O'zbekistondami? Albatta xorijda. Hozir juda ham ko'plab universitetlarni ko'rib chiqmoqdaman. Ularning orasida menga eng qulay va yaxshi bo'lib ko'rinayotganlari o'z sohamga moslari Stanford, Chicago universiteti va Garvard universitetlari. Chunki ular iqtisod va biznes sohasida juda ham yaxshi ta'lim imkoniyatlarini taklif qiladilar. Tushunarli. Kelgusida o'qishlaringizga omad tilaymiz. Ana endi do'stingiz bilan suhbatni olib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Mening ismim Jamoliddinov Shohidbek va men bu maktabga Namangan viloyatidan qabul qilinganman. Qaysi yo'nalishda tahsil olasiz, Shohidbek? Men iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olaman va kelajakda unga moliyaviy sohaga ixtisoslashishga reja qilganman. Shohidbek, siz yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlariga ham borib keldingiz. Ha. Fan olimpiadalarida qatnashib keldingiz. Shular haqida gapirib o'tsangiz. Sentyabr oyida men Kopernikus xalqaro matematika olimpiadasida Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan olimpiadada qatnashganman. Va bundan tashqari ASMO, ya'ni Osiyo tabiiy fanlar va matematika olimpiadasida oltin medal olganman va yaqindagina Tinigl xalqaro ingliz tili olimpiadasida oltin medal oldim. Shohidbek, fan olimpiadalarida qatnashish sizga nimalarni o'rgatdi? Bu sohalarda chuqurroq kirdim va bundan tashqari juda ham ko'p tajriba orttirdim. Bugun mana Alberuni nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab internatida tahsil olyapsiz. Do'stlaringiz ham bevosita yoningizda o'tirishibdi. Bu yerda mana maktab internatida do'st bo'lib, jamoa bo'lib yashash qanchalik muhim ekan? Alberuni xalqaro maktab internatida do'stlarim bilan bitta xonada yashash menga shuni o'rgatdiki, inson o'zini qiziqishlari bilan yaqin bo'lgan insonlar bilan yashasa, o'zini maqsadiga intilishi yana ham kuchayadi. Ya'ni agar maktabda sog'lom raqobat ruhi bo'lsa va bunga sharoit va qiziqishi o'xshash bo'lgan do'stlar bo'lsa, maqsad sari intilish yana ham oshadi. Shunday, siz bilan birgalikda bir loyihalar ustida ishlayotgan do'stlaringiz ham bo'lsa kerak menimcha. Kelgusida qanday loyihalar ustida ishlash rejada bor? Shular haqida ham aytib o'tsangiz. Ha, albatta, do'stlarim bilan bitta loyiha ustida ishlayapmiz. Aniqrog'i bir nechta. Birinchisi maktab hayoti haqida kino suratga olish va ikkinchisi ham mualliflik asosida bank sohasi mavzusida ilmiy maqola yozish. Kelgusida qaysi oliy ta'lim muassasasida tahsil olishni reja qilyapsiz? Yo'qda ham baribir o'qish bor. Baribir bakalavr, magistratura deganday. Ha, albatta, men bakalavrni Massachusetts texnologiya universitetida tugatmoqchiman, lekin g'oyamda magistrni Oxford universitetida tugatmoqchiman. Va sizga oxirgi savolimni bersam, iqtisod orqali jamiyatimizga kelgusida qanaqangi bir foyda olib kelishni o'ylayapsiz? Aynan O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, men O'zbekistonga kambag'allikni qisqartirish va bank sohasini rivojlantirish, aniqroq aytadigan bo'lsak esa,
blokchain va kriptovalyuta sohasini rivojlantirish maqsadim bor. Tushunarli. O'ylaymizki, reja qilgan orzularingiz, rejalaringiz amalga oshadi degan umiddamiz. Sizlarga esa kattakon rahmat deymiz, o'qishlaringizga omad tilaymiz. Ruxshona, bilasizmi? Bu yerda kibersport uchun mo'ljallangan xona bor deb eshitdim. Shu yoqqa borib ko'rgim kelyapti tezroq. Siz unda o'sha yerga boring, men esa o'zim uchun yana bir boshqa qahramon izlab ko'raman. Ketdik. Assalomu alaykum, tanishamiz, ismingiz? Alaykum assalom, xush kelibsizlar. Muqaddas Bo'tabayevaman. Mana shu maktabda Alberuni xalqaro maktab internatida maktab maslahatchisi sifatida faoliyat yuritaman. Xo'sh, o'zi maktab maslahatchisi deganda ko'zimiz oldiga bolalarni portfoliosini, shaxsiy portfoliosini rivojlantiruvchi shaxs keladi. Va har bitta kasbda o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Sizning kasbingizdagi qiyinchilik qanday? Biz har bir bolani o'zini universitetini, o'zini o'sha universitet talabidagi portfoliolarni shakllantiramiz. Undan tashqari ularni akademik tomondan yo'naltiramiz. Ikkita bolani ishi bir xil degan joyi yo'q. Mana shu narsa bizda katta mas'uliyat yuklaydi. Hozir maktabda 60 nafar o'quvchi bor va 60 nafar o'quvchi har bittasida alohida xarakter yoki bo'lmasa alohida qiziqishlari bor. Sizda bunda nimalarga alohida e'tibor beryapsiz? Ularning qiziqishlarigami yoki bo'lmasa o'zlarining iqtidorlariga? O'zi biz mana bu qabul qilganimizda sentyabr oyida ularning o'sha qiziqishlari, yo'nalishlarini alohida test qilib, ular bilan bitta-bitta gaplashib belgilab olganmiz. Endi baribir bolada kun bu narsalar o'zgarishlar bo'ladi, lekin katta umumiy o'zgarishlar, katta umumiy qiziqishlar ko'p ham o'zgarmaydi. Va har bir bolani o'sha qiziqishidan kelib chiqib, biz ularni yo'naltirishga uje ish boshlaganmiz. Ya'ni misol uchun artga qiziqsa, ularni art clubga, misol uchun qiziqishi STEM fanlariga bo'lsa, o'sha injiniring sohasida klublar ochishga, robotik misol uchun nimalarga sohalarga yo'naltirishni uje boshlaganmiz. Bolalar hammasi 60 ta bolamizda 60 xil yo'nalishda uje ular davom etyapti. Endi san'at deya olmaymiz, bizda ayni kunda talab qilinadigan o'sha kerakli bo'lgan sohalar, misol uchun meditsina, matematikadan tashqari fiziklar, injenerlarimiz, keyin sun'iy intellektga qiziqadigan bolalarimiz bor. Bir nechta yo'nalishlarimiz bor. Ya'ni bizda boshqa maktablardan farqimiz ham o'zi shunda. Ya'ni bizda qaysidir yo'nalish bo'yicha o'qitilmaydi. Aksincha, har bir bolani har xil o'sha 2030-yildan keyin aktualniy bo'ladigan sohalarga yo'naltirish bo'yicha aniq maqsadlarimiz bor. Aha, yaxshi, xo'sh, qabul jarayonlari haqida gapirib o'tdingiz. Qabul jarayonlarida asosan nimalarga ahamiyat berdingiz? O'zi qanday kechdi qabul jarayonlari? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Bu yilgi qabul jarayonlari o'sha agentlik tizimi orqali bizga 60 ta bola saralab berilgan. Ularni test, ya'ni British Council'ni testlari orqali prezident maktablariga o'tkaziladigan test tizimida bolalar saralangan. Ya'ni boshlang'ich mantiqiy fikrlash, matematika, undan keyin ingliz tili, ularni ingliz tilidagi mantiqiy fikrlashi, critical thinking plus writinglari baholangan va o'sha nimadan umumiy saralangan 60 ta butun O'zbekiston bo'yicha bolalarimiz. Hamma viloyatlardan, har bir uzoq tumanlardan ham bor. Zo'r lekin sharoitlar. Hurmatli tomoshabinlar, hozir esa kiber o'yinlar xonasiga kiramiz va u yerdagi o'quvchilar bilan suhbat olib boramiz. Qani ketdik. Bu yoqda kompyuter o'yinlar. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Maylimi siz bir daqiqaga? Qarab olsangiz. Keling. Tanishib olamiz. Men ismim Abdulloh Qobiljonov. Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatida o'qiyman. 9-sinfda. Yo'q, qo'l. Bitta narsaga hozir ahamiyat berdim. O'yin o'ynab o'tiribsizlar. Bu ixtisoslashtirilgan maktab internatida kompyuterlarda o'yin o'ynashiga maqsad berishadimi? Agar yil semestrlik baholaringiz yaxshiroq chiqqan bo'lsa, ya'ni boshqa o'quvchilardan ko'ra ajralib turadigan qobiliyatlaringiz bo'lsa, bizda shunaqa cyber sportlarga ruxsat beriladi. Chunki hozirda cyber sport CAS nomli, ya'ni Creativity, Activity and Service bir qismi hisoblanadi. Demak, ushbu maktabni eng a'lochi o'quvchilardan ekansizda.
Ha, shunaqa. Qaysi yo'nalishda tahsil olasiz? Men hozir kimyo biologiyaga qiziqib ko'ryapman, lekin bizda boshqa fanlar ham bor, masalan, ekonomika va siyosat kabilar. Bularga ham qiziqib ko'rdim, lekin men shuni bildimki, kimyo va biologiya asosi bo'lgan fanlar kelajak fanlari hisoblanadi. Tushunarli. Bu yo'nalishga qiziqishingiz o'zingizda bo'lganmi yoki oilangizdagilar, ota-onangiz tavsiya berishganmi? Ota-onalar va o'zim tomonidan ham bo'lgan. Chunki 2019-yilda bilamiz COVID-19 bo'ldi va bunda butun dunyo qiyinchilikka yuz tutdi. Bu davrda men shuni tushundimki, kimyo biologiya odamlar sog'ligini saqlash bilan birgalikda dunyoni sog'ligini saqlaydi. Nima uchun aynan Alberuni ixtisoslashtirilgan maktab internatini tanladingiz? Chunki oldingi maktablarimizda bitta yo'nalishni tanlashga qiynalardik va shuning uchun har xil fanlarni o'qib, bittasiga fokus qaratishga qiynalishimiz mumkin edi. Hozirda esa bizning konsullarimiz, ya'ni maslahatchi o'qituvchilarimiz bizga yordam bermoqda. Masalan, bir nechta top universitetlar, men kirmoqchi bo'lgan universitetlardan biri bu Stanford bo'lib, uni yonida biz eksperimentlar qilishimiz uchun Silicon Valley, ya'ni Silicon vodiysi mavjud bo'lib, har xil eksperimentlar uchun har xil instrumentlar va toollar mavjud. Bundan tashqari, bu yerda aynan kimyo biologiya o'qishimning sababi bizning o'qituvchimiz darslar davomida har xil tajribalar amalga oshiramiz va shu meni yanada qiziqishga sabab bo'lyapti. Ana endi do'stingizni ham bir suhbatga chorlasak, maylimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Tanishib olamiz. Mening ismim Primit Behruz va men hozirda 9-sinf o'quvchisiman va Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatida o'qiyman. Qaysi viloyatdan kelib bu yerda tahsil olyapsiz? Men Samarqanddan kelib bu maktabda o'qiyapman. Kelajakda qaysi oliy ta'lim muassasasida o'qishni reja qilyapsiz? Men kelajakda aslida xirurg bo'lmoqchiman va o'zim kimyo biologiyaga qiziqqanim sababli odamlarga xirurgiya orqali yordam bermoqchiman. Xalqaro olimpiadalarda qolaversa, tanlovlarda ham ishtirok etish niyatingiz bo'lsa kerak. Bu jarayonlar qanday kechyapti sizda? Tayyorgarlik jarayonlari. Asli maktabimizdan nechtadir o'quvchilar tanlab olinadi olimpiada tayyorgarlikka va ular bilan ustozlar individual tarzda darslar olib boradi va ularga har xil ko'nikmalar, ingliz o'rganish uchun har xil yo'llarni o'rgatadilar. Va shunda biz olimpiadaga chiqamiz va albatta yutuqlarga erishamiz. Tushunarli. Boy yuqorida aytib o'tdingiz, siz Samarqanddan ekansiz, siz Andijondan, baribir oiladan uzoqdasizlar. Qanaqa uydagilarni sog'inish bormi, ota-onani? Boshida biz bu maktabga kelganimizda ko'nikish qiyin bo'lgan, chunki baribir ham biz ota-onamiz oldida o'sganmiz va har doim ularni ko'rib turganmiz, lekin bu esa boshida qiyinchilik tuydirdi. Lekin vaqt o'tgan sari, darslar bilan ko'proq vaqtimiz o'tgan sari bu narsa osonlashdi. Biz maktab haqida bir nechta faktlarni eshitib qoldik yuqorida. Dunyoning o'sha top universitetlari qatorida bir qancha oromgohlarda ham ishtirok etishlari mumkin ekan o'quvchilar. Sizlar ham oromgohlarga borib turasizlarmi? Ta'til paytimi? Ha, borib turamiz. Bundan tashqari faqatgina oromgohlarga emas, shanba kunlari biz vaqtimizni maroqli o'tkazish uchun va mazmunli o'tkazish uchun maktab ma'muriyati tomonidan masalan Yangi O'zbekiston bog'iga bordik. Bundan tashqari summer kamplarga, ya'ni Harvard, MIT, Yale kabi top universitetlarga ham borish reja qilinmoqda. Tushunarli. Sizlarga suhbat uchun rahmat deymiz. O'qishlaringizga omad tilaymiz. Ilm o'rganish kelajakni bunyod etishning eng to'g'ri usulidir. Shunday, bugungi safarimiz davomida yosh avlodning ilmga chanqoqligi, izlanishlari va orzulariga yanada yaqinroq bo'ldik. O'ylaymizki, dasturimiz sizga albatta yoqdi. Kelgusi ko'rsatuvlarda diydor qadar ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.